travmani siz emas hojatini chiqarayotgan odam olgan. Baqirishdan oldin bundoq qaraydigan atrofga. Kulgim to'xtaguncha 30 marta baqirtirib azopladim bu qizni. Bu qizga qo'shani biratda ham 30 marta yugurtirgansiz deb o'tirgan joylarida. Siz to'g'ri yo'lda edingiz, faqat ko'chada hojatini chiqarayotgan odam noto'g'ri yo'lda edi. Sizni travmangiz chiqib ketganda, lekin unga butun umrlik travma berdingiz. Har o'tirganlarda eslanglar. Agar hozir xo'jayin ham o'g'lim turib ketsa ko'rasizlar, kulsam divan qimillayapti. Qachongacha ichimga yutib kulaman kechasi. Saqrayibdi bosingda, kunduz kuni ko'ring bunaqa narsalarni.